أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كتاب القراءة. كتاب القراءة يعني كتاب المضاربة demek. Qiraat degan lug'atan al-qat' kesish, uzib ilishganlik ma'nosi. Shu maqrat deymiz o qochini. Maqrat. Qiraat deb atilishda bu balki bir tarafdan qarz degan so'zdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Xuddi foyda chiqsa, foydaning bir qismini kesib, uzib, yani bir tarafga bergandek. Asosan shu Hijozdagilar qiraat deb atasa, Iroq tarafdagilar mudaraba deb ataydi. Yani al-qiraat lug'ati ahli al-Hijaz va al-mudaraba lug'ati ahli al-Iroq. Shuna Maliki mazhabda kitabul qiraat. Hanbali mazhabda, Hanafi mazhabda, Shafi'i mazhabda ba'zi kitoblarda kitabul mudaraba deb ataydi. Yani mudaraba degan şu, mudaraba min-ad-darb, yani min-ad-darb fil-ard ve akharuna yadribuna fil-ard. Ama bunun da tarifini de qalsak, bir tarafdan pul chiqarsa, yani bir taraf kuch chiqarib, tijorat qilib, foyda olgan bo'lsa, bu foydani ikki taraf kutishgan bo'yicha ulashishni bor. Yani bir tarafdan shirkat degili oldu buni. Bir tarafdan shirkat degili, yani foydali bo'lgan shirkchilik. Yani ko'pincha odamda iqtisod o'g'im bilan ya vaqt yo'q, yoki tajribasi yo'q, pulni ishga solmay qoldi. Ba'zida tajriba, tijoratga ustuloq vaqt bo'lgan bilan o'lda sarmoya bo'lmaydi. Ular bu sarmoyani tijorat qiladigan pul yo'q odamga berib, foydani ulashadi. Bu muhim muammolarning birisi. Bular hozirgi zamonda bankga qo'yib o'smaydigan ishlar olib ketgan avvalda pulni shunda ishga solib, halol yo'l orqali pulni olishning bir yo'li. ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراء، يعني مضاربة جائزة مشروع التلكة بنوضع أساس اختلاف يوق، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام. جاهلية تاشنا معاملة قلته إسلام كأن كان بنا شكل ما يشنا قيقوغا. بعضها bu mudarabınınki caizliğe Kur'an-ı Kerim'den delilekildi. Şu ahiruna yadribuna fil ard diye. Ve darbu fil ard şunun işi de şunda bireylen pulları kalsa şunun için ticaret kılış şu mübadet. Yani ondan başka ayetlerini, umumi bir ayetini delil kullanan ahlim var. Yani bazı alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik ilişkiyle göre Hazreti Hadice'nin melede mudaraba aslında ticaret kılgan tabi onu delil ekildi. Hiç bulmasam da bu peygamberlik ilişkiyle ilgili bo'lgan voqea bo'lsa-mu, lekin peygamberlik kelgandan keyin uni ayıplamagan holatda hikoya qilib so'zlab berganligi uni joizligini ko'rsatadi. Bu hamda Qur'on hadisdan dalil akilishga kirishib baqqan olimlar kuchab ekib baqqan. Bundan boshqa Sahih Muslimdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi: "Da'un nasa yarzuqullohu ba'dahum min ba'd." Ashadisini dalil keltirdi. Nasdan dalil olmasmi? Şu kişiler birbirinden mantefiş cümlesinden bu şu mudaraba. Mudaraba diyormuş şu iki taraf bunda birbirinden şirkleşip kıldığı şu andakin caiz dedi. Yana asaslı sahabe-i kiramınınki müşahede kıygan izleri şu asas oldu. Bu bir taraftan icma şekillerinden bir iş. Yani sahabeler şuna muamele kılıp da mudaraba ile muamele kılış kenar battı. Onunla hiç kim karıştırmagan, hiç kim eğitmegen. Bundan onunki icma dedi. Asasen şu sahabeninki kıygan iş izlerine tayındı. Hazreti Ömer'ninki iki oğlu bir koşunda qaytib kelayotgan çağda şu kumandan adir bizde bunda pul var. Urushda o'ljoq ishga o'sha Baytulmolning pulisi. Madinaga borg'acha sizlar shu pulni basini tijorat qilib foydalanasizlar, men sizlarga xizmat qilgan bo'lay deb bergan chog'da ular u pulni elib tijorat qilib Abdulloh va Ubaydulloh kelgan. Keyin Madinaga kelgan chog'da Hazrat Umar bunga qaytgan. Hamma jansizlik bunda bir pul var, siz ishkanli xalifaning o'g'li o'g'illik uchun berib turdimi? Yani keyin qaylab turgandan keyin ya foydanimi, ana pulnimi Baytulmolga topshirishlar deganki, ular g'anishib turib, mush pulni agar yutilayotgan bo'lsak, ziyon chiqqan bo'lsa to'lam to'q, yani to'layotganlar. Undan foydani erish haqqimiz var. Degankan boshqa sahobalar aralashib, mushuni qiroz qilayotgan bo'lsalar, yani keyin qiroz qilib foydani yermadan ayirgan. Muşulmanda sahabe yığılgan sorular boğa işte İmam Şafii ve İmam Malik'ten şunu delildi.
Bunda icma var. Ve ecma'u ala enne sıfatahu, bu nimada ibarat ise mudaribi muşunda ibarat ikiliki icma kıldı. Yani bunun tarifi de mu asas icma var. Bazı mezheblarda bazı bir sözünü almıştırıp tarif eden bulan hakikati muşunda ibarat. En yu'tiyar raculu er-racule el-mâle. Sıfatı demek çoğunun şu tarifinde. Mudaribine bir ibarat, bir kişiye pul ya malını berip, ala en yettecira bihi, aş pululan ticaret kılış için berip, ala cüz'in ma'lumun, paydanın ma'lum bir persentiga kütüşten ibarat. Ya'khuduhu'l amilu min ribhil mal. Aşu pulni şıksılı ticaret kıygan ticaretçi, aşu pulunun paydasından ma'lum persent ilişka kütüşten ibarat. Yani ma'lum degan diqqatmi? Ma'lum degan manchi ko'y, manchi dollar degan emas. Bu juz'un sha'i', yani nisbat bo'yicha. Manchi persen, manchidan biri deydigan. Manchi ko'y desa bo'lmaydi. Ayyi juz'in kana mimma yattafiqani alayhi. Mana ikki taraf tushgan qanchalik bir nisbat partisi bo'lib qolsa, bular deydi. Sulutan 3dan biri deyishamdi yoki rub'an 4dan biri deyishamdi, ev nisfa yoki yarmi deyishamdi, yoki 7dan biri yoki 9dan biri deyishamdi, xohlagancha tushasi bo'ldi. Bu ashunda persen bo'yicha, ulush bo'yicha. Ammo manchi ming ko'y, manchi ko'y berma desa bo'lmaydi. Va anna hada mustathna min al-ijarati al-majhula. Yani mushu mudariba kelishimi majhul bo'lgan ijaradan istisno qilib o'tilgan bir ish. Yani unda qarasa, xuddi mush odamni yollab ishlatganda ko'rindi-ku, bir tarafda ijaraga o'xshab qoldim. Shunga bu mudariba buzib ketganliklar ijara bo'lib ketdi. Indal fasad ijara. Buzib ketsa ijaraga olib ketgan. Yani bu ijaral majhuladan istisno qilib jaiz qilib o'tilgan ish. Bu ijara deb qarsa, bu shartdan noma'lum bir narsa bo'lib qolgan ekan, jaiz bo'lmaydi. وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس. نمشن bunu ruhsat qilgansa, kishilar qilinib qolmasin, pulni ishlatamay qolmasin, pul yo'q odamni tijorat qilmay qolmasin deb kamchilik qilish yuzasidan ruxsat qilgan. وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعدى. Yana ittifoq bo'lgan o'rinning birisi demoqchi o'xshaydi. Ay tijorat qilgan kishi, endi amil degan o'sha pulni aylantirgan odam, pulni ishlatib tijorat qilgan odam. Shu sarmoyadan yo'qolib ketgan, ziyon uchrab ketgan ahvol bo'lib qolsa, bu odatda bexatarlik qilmasa, o'zining bir ig'ir xatolik sodir bo'lmasa, to'lamaydi. Ziyon shu pul egasiga bo'ldi. Masalan, so'mkani obdan chiqib tutib, yo'lda ketib qolsa, biz bizni qo'yib qo'yamiz, so'mkani olib qo'yamiz masalan. Yoki hukumat musodaqa qilyapti. Bunda ahvolda to'lamaydi. Bu so'mkani qo'yib qo'yib, men tartag'il silkitdim, keyin chiqsam yo'qken desa to'laydi. Chunki so'mkani bilan saqlanib qoldi. Xuddi omonatga o'xshash. Omonat qanday bo'lsa shunday bo'ldi. Shirikchilik bilan bo'lgan taraflarning shariatning asosi. Shirikchilikda tang bo'lganda. Yani demek mava hazır paydadaki şirikçilik. Lekin aşu kişimi umuz yan tattı. Pul ilgisimiz yan tatkan buldu. Pul ilgisi öz çıkargan pulunuz yan tatkan buldu. A küçük ilgisi öz çıkargan küçüğünüz yan tatkan buldu. Bir ay ağırgan bolsam mesela bakay kettik. Ziyanlı paydadan bölünür. Ziyanlı paydadan çıkartınız. Çıkartkendan ki yani eşip kalsan da paydayınız bulmasa ziyan bulat mıqamız anı puldan ziyan çıkarır ki ayrım payda digdim var. Şu dükkandaşın sayesinde var. Şu ziyanlan bulurken pul ilgisi bu. Bütün hem sermaye yukarı kestim ama ziyan şu pul ilgisi. Ya bu paydanın ilişkiye ziyan ondan mı? Ziyan pul ilgisi buldu. Uygurda adette paydan tan olsun da çıkış var. Bu şeriatte doğramaz. Hatta bu icma kılap. İcma var mı? Mesela resmi 100.000 koy. Onun çıkan payda 100.000 koy yaparsan? 100.000 koy, pulun ilgisi 100.000 koy ne diyordu? Bu uzun pulu. 100.000 koy paydını çıkan boyunca 50%'den yan bolsa 50.000 koydan. İşten bir yanımızda 33.000 koydun, 66.000 koydun bunda. 100.000 koy desmini alıp alabilsek olsa? Şu 100.000 koy desmini alabilsek 100.000 koy pay çıktı, digil olmaydı ona. Aslında bana halatta 100.000 koy. Ya şunda bulmaydı. 100.000 koy anı pul yoqab ketdi, 100.000 koy pay çıkalı digil olmaydı. Çünkü pay çıkmadı deyimiz bana. Pay oldu deyimiz. Pay çıkmadı deganlik şu kimin çıkan payda mesela qaragan narsa o'zma, şimdi
resmiy eksiği kaldı. Yani şu. Vaqtida ağzı kişinin Şunda Umum pul rasman çıkartıp kağıdı paydolar gözü. Umum pulun rasman resmini çıkartıp kağıdı paydolar. şu aldı şu anı pulunu bizlerke ayırsak kapağını paydıkta bu ayırsak hiç mi kalmasa fayda çıkmadı denge. Fayda çıkmasa o pul ikismi yani bizlerden ziyan tatkan şu pulunu bir yıl işletip mesela 5 kanda fayda erişemey quruq qol qaytgan bo'ldi. Ticaretini qilgan odammi bir yıl chiqqan kuchidan mahrum bo'lgan bo'ldi. Faydalanmadi. Başka şerifçilik bilen maaş kısmı takva mı ya? Özkan'a fark yok mu? Takva. Anında Şu buni mudarib deb ayrim biz bahs qildik. Buning shartlari, ahkomlari o'xshamaydi. Hozir buning shartlarini nima qilsak, shirkchilikning shartlarini o'qisak, endi uning farqi mana deb chiqadi. Buning uchun shu kitobul mudaribni o'qishimiz lozim. Demak, hech qanday xatolik bilan savallik qilmasa, ziyon bo'lib qolsa, tijorat qilgan kishi to'lamaydi. Bu nima uchun shunday mudariba? Bu mudariba asli tegida omonat kelishimi. Buni men ishonch qilgan. Bu menga yolg'on qilmaydi. Ziyon chiqmasa ziyon chiqdi deb ziyon ko'rsatmaydi. Deb ishonch qilgan odamga beradigan narsa. Kazda saxtazlarga mudaribaga deb pul olmaydi. Undaqnikin bu men ishongandikan, bunda saxkir tatoldi, o'g'ri olib qochdi desam ishonishim kerak. 100 ming to'y pulni tutqizib, keyin 10 ming to'y ziyon chiqdi, uni ishonsam qolmasmaydi. Ishonish ustiga qurilgan muomala bu. وإن كان اختلفوا فيما هو تعد مما ليس بتعد. البته معلومlar qanday ishlar bo'lib qolsa, al-amil ta'addi qilgan bo'ldi yoki behastalik qilgan bo'ldi yoki savallik qilgan bo'ldi, qanday bo'lib qolsa bu savallik hisoblanmaydi deb bunda shunda ishlarni bekitishda yoki ikkiga ayirishda ixtiloflashadi albatta. وكذلك أجمعوا بالجملة على أنه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه. Yani umuman alimlar ittifaq kelgan bir o'rin bor. Lekin tafsilotda albatta ixtilof bo'lishi mumkin. Lekin umuman tomlabdan bakarsak, ittifaq kelgan o'rin bu yerda ma'lum bir noma'lumlik bor dedik-ku. Shu mudaribada ma'lum bir noma'lumlik bor. Yani foyda chiqmaslar. Andın bu faydadan mana tegishki nechpul bo'lar. Bu noma'lum bir narsa. Bu noma'lumni taxminni ig'irlashtirib o'tilgan bir narsa bo'lsa, bo'lmaydi. Ya'ni shu mudaribaga shu noma'lumlikni shu darajadan taxmin ig'ir qilib o'tilgan bir narsa chaplashib kelmaslik lozim deb ittifoq keldi. Jaholat ribah degani nima? Oldigan shu foydaninki noma'lumlikni taxmin oshirib o'tilgan. Fil g'arar degan foydadagi noma'lumlik shu. وإن كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي. Elbette alimlar aşı cehaletni nima keltirib chiqirdi deb shu ishlarni bekitishda ixtiloflashib qolgan bo'lsa-mu, lekin umuman bu noma'lumni ig'irlashtirilgan narsa bo'lsa bo'lmaydi. Endi qanday narsa ig'irlashtirildi desam, ba'zida ig'irlashtirilsa, ba'zilar bu ig'irlashtirmay deyishi mumkin. Buni bekitishda ixtilof bor, lekin bekitib bo'lgan ahvolda ig'irlashtirilgan narsa bo'lsa bo'lmaydi deb ittifoq qilgan. فيما يقتضي ذلك degan, yani فيما يقتضي اقتران ما يزيد في الجهالة. وكذلك اتفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم. Yani alim ittifaq kelgan o'rin shu mudaraba kelishimi pullar bilan tengil bilan, yani pul bilan jaiz. Pul deganimiz hozir oltin, kumushdan bo'lgan so'qolgan pullar tengilar demak. Ashun bilan qiysi bo'ladi deganga ittifoq keldi. Vaqtalafu fi g'ayri zalik. Uningdan boshqa pul va ashunda qimmatli narsalar, tovar, bu narsalarda ixtiloflashib qoldi. Va bil jumlati fan nazaru fihi, and umuman qilib aytsak, shu mudaraba kitobida biz bahs qiladigan masalalar tuandikilar edi. Fi sifatihi, uning sifatini deb bor, yani ta'rifi demak. Biz ta'rifini yuqorida bayon qilib o'tdik. Va fi mahallihi u qanday narsalarda bo'ldi demakchi. وفي شروطه وفي أحكامه شرط ونون أحكام لره مشغلة تختلس لازم. ونحن نذكر في باب من هذه ثلاثة الأبواب مشهورات مسائلهم. مش بابتا هذا الصفتين بيان خطوان كهذا بابتن إيش قلدش نعم محله وشروطه وأحكامه. لكن مش بابتا biz مش باب مناسب عالمlarının مشهور مسائلlerine بيان قلب ötümez. هذا ما كتاب özünki menheci asla yani kayıttı. Ötkenki babında Maliki mezhebinin içine furuatlara şirket etti. Hazır yani özünün köşeni tek kaldı. El babul evvel fi mahallihi. Yani qanda nasilda mudarebe buldu diyen mesele.
أما صفته فقد تقدمت وأنهم أجمعوا عليها أجقردا وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال ديالته أشو مضاربنك تعريفي أوغان أشو أساس اتفاق بعض sözünü almıştırıp ibarelesen okşaşmaz bozma fuqahanın tarifidir lekin muşandın alıp gitmeyin. Ve amma mahallu degan qanday naslda mudarib qism buldu. Qanday naslini birib mudarib qism buldu degan masala kelsak, fa innahum ajma'u ala annahu jaizun bid-dananir wad-darahim. Soqalgan tanga tillarni berib, shunda mudarib qism buldu deganga olimlar ittifoq. Vaqtalafu fil arud deganimiz ash tanga tillar shu chaqdagi ash puldan boshqa tovarlar, mal-mata, tovar, rahmas, buğday, o'shaman asli chekdi. فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض. فقهاء الأمصارның ko'pchiligi, فقهاء الأمصار biz kimlar degan to'q. Shu asrning ijtihod yashagan, har shariga tunilgan, ko'z ko'ringan mujtahid olimlar, Abu Hanifa va Shafi'i va Ahmad va Malik va Tavri ibn Abi Layla, Auza'i, Layth degandek. Bunun ko'pchiligi arud birib qirad, ya'ni mudaraba qilsa bo'lmaydi deb qaragan. Vajawwazahu ibn Abi Layla. Shu puldan boshqa narsani tasavvur qilsa bo'ldi. Tangi tilla bor, bu pulun, hozir dollar, ko'y realdek. Bundan boshqa narsani arud deymiz. Pulga setib oladigan narsalar. Tovar deymiz amma Uyg'urcha. Tovar. Daraxt bo'lsin, yog'och, kompyuter, telefon, kiyim-kechak, puldan setib oladigan narsamiz arud. Muqim pullar ijara bo'ldi. Ha, ijara bo'lmaydi. Şu hazır al-mudaraba bil-arud dayet kirdi. İbn Abi Layla caiz deb qarabdi. Bu İmam Ahmadning kelgan bir rivoyat. Davonkin İbn Abi Layla bilan İmam Ahmad bir rivoyatda jumhur bir tarafda shunda bo'lib qoldi. Wa hujjatul jumhuri an ra'sal mali idza kana arudan kana ghararan. Cumhur deydi bu mudaribiga bergan narsa tovar bo'lib qolsa, noma'lumlik kelib chiqadi. Biz yuqorida noma'lumlikni eg'irlashtiradigan narsa bo'lmaydi dedi-ku. Li'annahu yaqbidul arada wa huwa yusawi qiymatan ma. Nima uchun bu yerda g'arar bo'lib qoldi, noma'lumlik bo'lib qoldi desa, chunki u o'sha narsani topshirib olgan chaqda, tovarni qo'liga topshirib olgan chaqda al-amil Mesela veripti, ya buğday veripti. Aşını topshirib olgan chaqda uning qimmati ma'lum bir seviyada edi. Masalan, 1000 ko'ylak qimmatli narsa ekan. Va yarudduhu va huwa yusani qiymata ghayriha. Ama uni qaytirib bergan vaqtida albatta uning bahsi egizpas bo'lib turgan narsa bo'lgan ekan. U 1000 ko'ylak narsa 1100 ko'ylak bo'lishi mumkin yoki 500 ko'ylak bo'lishi mumkin qaytirgan chaqda. Ikki ehtimollik bor. فيكون رأس المال والربح مجهولا. Ondan ekan bu yerda sarmoya mı noma'lum, endi bu foyda mı noma'lum degan masala kelib chiqadi. Ve amma in kana ra'sul mali ma bihi yuba'al arud. Endi ma shunga yaqin masala. Aş tovarni berib, mush tovarni sitinglar. Nech pul pishsa, ashunda sizlar mudaraba qilinglar, foydasiga shirik bo'ladi desa, bu ikkinchi masala. Qayna malikan mana'ahu. Imom Malik bu bo'lmaydi debdi. Va Shafi'i aydan. Imom Shafi'i bo'lmaydi debdi. Va ajazahu Abu Hanifa wal Imam Ahmad. Imom Ahmad İmam Ahmad mı Abu Hanife bilan billah. Shafi'i bilan Malik billah. Mush mudaribaning ko'p masalalarda Imom Abu Hanifa, Imom Ahmad bilan billah. وعمدة مالك أنه قارضه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها. إمام مالك بل كان إمام شافعي مشنده dalil ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Bularning dalili bu yerda mudarib to'xtam qildi bular. Lekin bu to'xtamda hozir ash tovar setilgan pulda mudarib qilish degan bir gap bor. Yana mush tovarni setib berasiz deb, tovarni sotqizishdan iborat bir ish var. Demak, odam tovarni setish ishini qo'shimcha qilib qo'yganda. Mesela o'zi setib, hozir sotmoqchi, mana shu pul qulamoqchisi shuni beraman. Şunun qiling desa u bizga ketdi. Opirib setang, satqandan keyin nesh pul pishsa, shuni mudarib qiling degan ekan. Hozir ani setib qo'yish ishi bor. Satqandan keyin qo'lga tushgan pulda undan mudarib boshlash ishi bor. Mudaribdan ortiq bir narsa bormi demak. Fakannahu qardun va manfa'a. Xuddi bu nimga o'xshaydi bo'lsa, bir tarafdan qarz berib, bir tarafdan qo'shimcha foyda olgandek bir gap bo'lib qoldi. Mal degan ya'ni o'sha pul hozir, ha? Fakannahu qiradun va manfa'a debdi. Hem mudaraba hem malni setib qo'ysiz deb bir xizmat kishilar foydalangandek.
ma'anna ma yabi'u bihi sil'ata majhul. Bu necha pul setishimi umuman ma'lum. Ma'mulni apirib setonlar. Satqandiki necha pul pishib qolsa, shuni mudarib qilgan degandan necha pulga setishi, ya'ni necha pul pishirganligimi umuman ma'lum. Yuqorilikqa nama'lumni ig'irlashtiradigan narsa bo'lmaydi deb. İmam Malik'in şunda delil tutturur. فَكَأَنَّهُ اِنَّمَا قَارَدَهُ عَلَى رَأْسِ مَالٍ مَجْهُولٍ. Namalum bir sermayege mudarib qilgandek bo'lib qoldi. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا إِنَّمَا مَنَعَ الْمُقَارَدَةَ عَلَى قِيَمِ الْعَرُوضِ لِمَكَانِ مَا يَتَكَلَّفُ الْمُقَارِدُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ. Belki deydi, şu arudni berib, arud deganimiz bizmi shu puldan boshqa narsa dedik. Tavarni birib mudarib qilsam bo'lmaydi deb tutishgan qo'm, shu mazhab shuni billiti shu chaqda. Lekin shu billa bo'lgan ashu nimani hozir dalil qilib akibda Imom Abu Hanifa Ahmadga. Tavarni birib mudariba qilishni cheklagan to'q bizanmaydan. Bu cheklash ko'pincha ehtimolda balki ashu mudariba tijoratini kuch qilgan kishi uni sotaman deb avar bo'lganlik jihatdan cheklangan bo'lishi mumkin. Yani nima uchun tovarda mudaribada cheklangan desa, chunki uni sotaman deb avar bo'ldi deganlikdan bo'lishi mumkin deydi. Va hinaydin yaniddu ra'su malil qirat. Satqandan keyin ondan shu mudaribaga sarmoya bo'lgan pul ondan pishidi deydi. Nadda yaniddu degan pul pishidi deydi. Yani masalan bir tovarni satsak pulga aylanadi-ku, pulga aylanishini biz an-nadad deymiz. Nadda yaniddu nadad degandek. Pishidi deb olganmi? Pishidi degan uqmaylar. Ya. Masalan, sen necha pul tayyorldimi shuni satsaq denga. 1 tonna buğdayni satsak, qo'limizga necha pul bo'lib keladi shuni qimmati. Endi pul pishidi deydi. Tijoratda endi gap bor. Manch pul pishdi deydi. Sen so'da pishib qoldi degan, tayyorlab qoldi degatchida so'zlasak bo'ldi degan gap, u boshi gap. وكذلك إن أعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به. Yana masalan, mushraqni min ko'y olgan, mushuni mudarib qilmas min ko'y hisobida, min ko'y sarmoya qilib, min ko'y bergan bo'lay desam shunday. Chunki uni opirib satsin ko'rsatmas mumkin. ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز. Lekin menda bir ahvolda balki joizlikka bakrak yaqindu degili bo'ldi deydi. Yani min ko'y optim, bayatın min ko'y olganman. Hozir shuni opirib setib mudarib qilmoqlar desa, belki joiz bo'ladi. Bu bir yaqinimdi. Min ko'y olgandan so'ng min ko'y setish ehtimoli xili yaqin. Lekin neçpul qağanlıqqa eni qo'ymagan ya xil uzun muddat o'tgan narsani mana opirib setonlar neçpul pishib qolsa, nima desa neçpulga setishni o'lchali bo'lmaydi. Majhul bo'lib ketadi. Ma mesela sal yaqinroq bo'lishi mumkin. Va la'alla hada wallazi jawwazahu ibn Abi Layla. Balki ibn Abi Layla mushin joiz deb qaragan bo'lishi mumkin. Hozir mana min ko'yga optim ma'rudni setiblam mudarib qilingan shu min ko'y mudarib qilgandek bo'ldi degandek bunda bir ahvolda degan bo'lishi mumkin, joizda. Bal huwa zahir min qawlihim. Balki ulamoning gapidan qaraganda ibn Abi Laylaning joizligini mushundaq bir muomil bo'lishi mumkin. Mutlaqla ma'rud emas. فإنهم حكوا عنه أنه يجوز أن يعطي الرجل ثوبا يبيعه. أنا عالم لا شيء ابن أبي ليلى حكاية قلشة رواية قلشة و بركشية بالرخن برب من صدقان دب مدارب قلش جائز دب قريرك. فما كان فيه من ربح فهو بينهما. Yani ثوب degan raq bo'lishi mumkin yoki kiyim bo'lishi mumkin. Burunqi zamonda shu bipachi raqnimdan yo'lda ochdim baktım. Shunimi ثوب deydi. Kiyim ya raqni berib foydasi chiqaran tang bo'lsin, desi joiz bo'ldi deganligini Ibn Abi Layladan olimlar rivoyat qilgan. وهذا إنما هو على أن يجعل أصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب. Yani bu nima asas bulduğsa, aşı raqni setivagan pulning o'zini dastlabki sarmoyani mudaribning sarmoyasi qilishni maqsad qilgan desak to'g'ri chiqadi. Yani bu kiyimni min ko'y olgan, mushini opirib setonlar foydasidan bo'lsa, men min ko'y mudaribiga bergan bo'lay degandek ahvol bo'ldi demiş. Setpoğalıklı mudarib akılış şeklinde bununla. Setpoğalıklı mudarib akılış. Ve işbihu eydan in ja'ala ra'sal mali et-thamana. Yani bunda bulab qilishmi mumkin deydi.
Baş pul yani satqandan keyin nech pul olsa şu mudaribi sarmoyasi bo'lsin deb qalsa menda ehtimolligim bor. En yuttahamal muqaridu fi tasdiqihi rabbal mali bihirsihi ala akhdh al-qirad minhu. Bunda holda taqa manch pulga setib olgan mani, masalan 1000 ko'ga setib olgan bayatni. Muşuna apırıp setanlar, onun için mudarebe kılınlar diyen bolsa, belki bu çıkarmak çıkışı, muşunda kanda kısam kılıp, muşu bir pulunu alıp bir mudarebe kılaya, dep şu mudarebeki herismanlık kılıp, minkoy deyin gibi bek işenmesi mi? Bu arası yalgan gep kıldın, 8 köyge birdu günahsın, diyen bunda kallı da, lekin aşında olsun anda mudarebe pulunu kulağımda elvalar yapınından, dep herismanlık kılıp, gep kumay makul diyerken bu işin mümkün değil. حرسه بحرسه أي يتهم المقارض في تصديقه رب المال أم مقارض يعني شو عامل تجارة قلغادن bu tijara qilgandan qanda tuhmatga uchrab qoladi bo'lsa pulning igizga ishonganligida yoda qarinib qoldi qanda ishondi bu biharsihi ala akhdil qirad minhu mudaribi pulini qanda qisam qilib elolay degan herismanligi bilan mejishnay bunga deb ishlayotgandek bir ahvol bo'ldi. Masalan men sizga 500 metr rahni berdim. 500 metr rahni men 1000 ko'ga olgan, mushni opirib setib, mushunda mudarib qilaman, foizdan olsin dedim. Endi kim sizlar men 1000 ko'ga olganligimga to'g'ri ishonmayman. Chunki bu rahni ba'zan sizlardan billah siz tijoratchi. Bazarni olgandan bilgan. Shuni men mudarib berayotganman-ku, ishonmay lekin siz boshqamni tijoratdan pulim bor ekan. Bakaj yugandan mayli buni elib mushuni tijorat qilmayman. Keyin sizning kitobni kamera deb 8 ko'ylik narsani 1000 ko'y desanglar, açık qo'llar ilgan. Endi 8 ko'ylik narsa bu. Lekin 1000 ko'y sarmoyaga bergan hisobda olinadi. 200 ko'y ko'z yumlar. Demak, sizni 200 ko'y ko'z yumib mushuni tijorat qilib olay deb oldi deb qarlar ekanmiz. Bu biharsihi degan bo'lsin. Ba'zi kitobda biharsihi deb kelgan. Tamam? Xars bo'lsa bu mo'lchar faraz bo'ldi. Demak bu o'zininkin de bunda fariziga tayangan bo'ldi deydi. Biharsihi bo'lsa o'zining fariziga tayanib, shu mumkin olgan bo'lishi mumkin deb ishni boshlab deb qolgan bo'lishi mumkin deydi. Vaqtalafa qawlu Malikin fil qiradi bin naqdi. Meyada bin naqdi debdi, lekin to'g'risi bin nuqri. Ra'g o'zgartib qoldi. Bin nuqri. Qaysi kitobda bin nuqri debdi? Birak kitobda bormi? Hech qaysi nusxada unday yo'q. Bin naqdi degan to'g'ri emas. Cho'qim. Bin nuqri degan. Bin nuqri. Kitob qatori chiqib. Asli nuqr degan oltin kumushni eritgan oltigini, shu qolatligini deydi. Lekin bu shu qolatni ishlangan nuqr degan ko'pincha o'sha nokcha oltinlar. Uyuz oltinlar. Cho'ka oltin deymiz ku. Cho'ka oltin ya nokcha oltin deymiz. Sabika, al-masbuka. Sabaik degan gap shu. Bu oltin tilla yoki tanga emas. Bunda uyulamamda ki nokcha, cho'ka oltinlar. Cho'kadak bo'lmasmi lekin uyulmundalam bo'lishi mumkin. Mesela kiloluk oltinlar bu, 1 kilo, 5 gramlik, 1 tola mesela. Bunda oltinlar. Bu anda odatda xalqlar ma'lumotdan pul emas. Lekin pullar bilan tanga pulda. Ama bu unda pul emas, lekin nuqra, sabaik. Farawa anhu ashhabu man adalik. İmam Malik'ten şagirti ashab başında uyul oltin kumushlarda puldan boshqa oltin pullar kumush tangilardan boshqa aslında uyul oltinlarda, nokcha oltinlarda, nokcha kumushlarda ham bu masalan. Bunda aslida mudariba ba'sa bo'lmaydi deganni rivoyat qildi. Warawa Ibnul Qasimi jawazahu. Shagirti Ibn Qasim jaiz degan qarashni Imom Malikdan ash Mudawwana degan kitobda rivoyat qildi. Ibn Qasim nima rivoyat qildi? Mudawwana rivoyat qildi. Emniyatda Mudawwanada shunday rivoyat qilgan. Mudawwanani açsanlar, Imom Malikning nuqra to'g'riliq so'gan chog'da sahala fi zalik degan rivoyat chiqdi. Mayli bo'ldi deganda Imom Malik. Va mana'ahu fil masughi. Masugh degan oltin zibizinnat qilib yasalgan asboblar. Halqa, üzük, bilezük degandek narsa. Yoki masnu' desak bo'ldi. Masnu'da banka biramiz qilgan masugh mumkin. İşkital bilezükni berib, mana mudarib qilganimiz bo'lmaydi. Ve bil man'i fi zalika qala ash-Shafi'i wal Kufi. Demak, shu oltin zibizinnat bo'lsin, shu nokcha oltinlar bo'lsin, mudaribi ba'zi bo'lmaydi degan qarashni İmam Shafi'i dedi, İmam Abu Hanifa
el-Kufi rahmetullahi aleyhi dedi. Kufi degan shu imom Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi. Kimdan beradilar buni? Yo'q, shu pul birlar. Hozir masalan pul nima bizning qo'limizda? Dollar, riyal, yen, euro. Shunday narsa birib, mana mudarba qilinglar deganga. Shuni o'ziga nima tijorat qildi? Şey, latin tutquzib mana tijorat qilinsa bo'lmaydi. Dirham bilan dinar. Yo'q, u pul. وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي يعني إمام أحمد ولن إمام ليث بن سعد مشهورا بالله جائز ماس فمن منع القراضة بالنقد شبهها بالعروض بالنقد نشان بالنقري دعنا يلا يا شو نوتشي ألتون شوكا ألتون يا uyul altınlarda ya kümüşte mudarebe qisi bo'lmaydi deb qaraganlar buni tovarga o'xshatdi deydi. Yani şu altın pul bilan setib oladigan narsa bu tovar hisobidan. Mesela pulni olib borsanlar oltinlikdan 1 kilo 2 kilo oltin ola olasizlar. Ve men ecazahu shabbaha bid-darahim ve'd-dananir. Jaiz deb qaraganlar buni so'qilgan oltin, tilla va kumush tangilarga o'xshatdi deydi. Yani al-madruba demakchi ishada, ad-darahim ve'd-dananir al-madruba. Ya bir devletning zamanında Qashqarda aşında tenge so'qilgan. Aşında jumlah tengening ustida zarbi Qashqar deb. Doribe Qashqar bezoldi. Burun şu aşında pul so'qadigan idorani zarbxona deb ataydigan. Tarjima Misrda sekulamlar edi. Liqillati ixtilafi aswaqiha. Çünkü bunun bozorda cho'ng o'zgarish yo'q, xili muqim turdi bu deb qarab ekan. Ama shu chog'da shunda muqim turdi o'xshaydi ekan. Lekin hozir bir sekundda o'zgarib turdi. Endi o'ylab shuna ahvol bor ekan, unda necha kunda bir haftada bir uyamdan bo'lishi mumkin. Hozir qarab unda tez o'zgarib turmaydi. Vaqtala faydan ashabu malikin fil qirad bil fulus. Yana İmam Malik'nin şagirdleri bunu misya tümü pullarda tengi pullarga hazırım var mısın? Bir koyluk, bir cinaylik pullarga şunu ya tümüdün sokudu ya mislin ya tüştün bul çünkü ya şunu arlaşmıştan kılıdı. Fulus diyenler şundu. Tengi pullarda mudarib biriş meselesinde İmam Malik'nin şagirdleri ihtar düşüp kaldı. Femena'hu İbnül Qasim. Sonra İbnül Qasim bunu caiz emas tefkar dedi. İbn Qasim bilan İmam Abu Hanifa ve Ahmed ve Abi Thawr ve Şafii laban ve ecazahu Ashhab. İmam Malik'in şagirdi Ashhab caiz deb qarabdi. Ve bihi qala Muhammed ibn al-Hasan el-Shaybani. İmam Muhammed ibn al-Hasan el-Shaybani yani İmam Abu Hanifa'nın şagirdi bu mu caiz deb qarabdi. İmam Muhammed ibn al-Hasan'dan kelgan rivayetler Hanifi mazhabning kitoblarida imkonat raija yoki imkon nafiqa deb qilinadi. Yani şu çağda şu pul şunda işleydiğin pul olsa demek. Mesela hazırda küllerimizde bizden nima işleydi o? Müşahede tengi pul işleydi. Bunda işlep turayotgan bo'lsa, bunun bir tonna tengi pulni aytibdi, "Ma'ni mudarib qilaman" deb biringi bas buldu deyinge. Lekin bu davlatning zamonidagi ishtaga dachani tartilib, unda mudarib qilinglar, hozir kunimizda ishlamaydi. Bo'lmaydi. Yani bu nima bo'ldi? Arudni iborat. Chunki hammasi mis. Buni shundan erishsa misoldan deydi. Yoki asarat yaqinini so'rab setilishi mumkin. Ya'ni arudni iborat. Hozirgi shu ishlayotgan tengilni bir tonni yig'ib nima qilsak, buni masalan pul ishlatmay yo tumi lozim bo'lib yo mis lozim bo'lib qolsa eritib ham mis qilib nima qilsinmi, ma'lum miqdorda qimmatga erishishi mumkin. Masalan 1 tonna egasak bu 1 million dollar bo'lsa, 1 dollarlik tengida egasak, uni eg'irligi masalan 1 tonna bo'lsa, bu 1 tonni eritib ham mis yatish qilsak, 10 ming dollarga erishishi mumkin. Bunda bir gapim. وجمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل دين لم يجوز أن يعطيه له قراضا قبل أن يقبضه دسكمو تغرز ممكن. İmam Şafii, Ebu Hanife ve Malik. Yani İmam Ahmed mu bağmış katada. Yani tört imam hazır bu cumhurul ulemanı şekillendirdi.
Cumhur ulema fuqahal amsar deyler. Mesela bir adamda qazvaki elishi, minkoy qazvaki. Şu minkoy qazini qo'liga topshirib olmaylam yoki elab andin ataytin tutqizmaylam. Aslidan elishim bo'lgan minkoyda siz mudarib qilinglar foydasini taninglar debdi. Bunda desa bunmaydi deydi. Joiz emas. Mudaraba joiz bo'lmaydi deydi. Ammal illatu 'inda Malikin, endi nima uchun joiz bo'lmaydi? Imomlar desa har biraylar ayrim illat ko'rsatdi. İmam Malik bunun illeti femakhafata en yekuna a'sara bimalihi. Belki bu minkoy pul qaytirishi bo'lgan bilan bunun qo'lida minkoy pul yo'q bo'lishi mumkin. Lam yajuz an yu'tiyahu lahu qiradan qabla an yaqbidahu deb tugatish nima? Bunun için ammal illatu 'inda Malikin femakhafata en yekuna a'sara bimalihi. Şu minkoyni qaytarmoqchi bu. Lekin qaytiray desam qaytaranmaydigan minkoy pul qo'lda yo'q bo'lishi mumkin. Lekin men qaytirib turadigan shu minkoy qazimda sizlar mudarib qilinglar. Ammay minkoyni siz turiyasiz, siz mudarib qiling deb qolsa, u mudarib boshlanda bo'laydi, amaliyotda u qo'lda pul yo'q. Mudariba 6 oydan keyin boshlanadi yo faqat mudarib deganlar yo'qlamdi. Pul olmaganki hech qilolmaydi. Lekin sadaq qiladi ekan. فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه. Şolan bu pul egisi pulni hozir olmay kechib turib, keyin pul qaytib oldi. Men foydasi chiqdi mana. Deb foydasi bilan, ya'ni o'sim bilan bunda berishni xohlashi mumkin. Xuddi masalan, u pul yo'qligini balki biladi bu. U beramagan ekan, pulni ololmay, bo'ldi shu menga bermoqchi bo'lgan minkoy pulni, men shu minkoy pulimni siz mudaribə qilinglar. Umumda ayı qaytaranmay, ticaret tasımı ma'qul deb bir muddat o'tkazgan ekan. Ama minkoy bir ticaret qildim, ma pay chiqgan tanlashdik mana 200 paysini 200 aslarda ekib berish mumkin. Ya'ni pulni egisa shunda bir narsa ko'zlab bergan bo'lishi mumkin. Imom Malik qanaqilda qalbini yerib, buni netichada deydi. Fayakun ribal manhi anhu. Nonki shu cheklangan, shu riba nasab bo'lib qildi deydi. وأما العلة عند الشافعي وأبي حنيفة مشكلة كسرت اللتميكان شكلشتا فإنما في الذمة لا يتحول ويعود أمانة. Çünkü bunun geldiğindeki qarz g'achida o'zgarib qolib ham omonatga aylanib qolmaydi deydi. U qarz madmun, ama u cho'qim qaytarish kerak bo'lgan nimitda. Uni g'achida mudariba pul olib qolsa, bu omonat hukmlari bilan yetib ketsa, to'lamaydigan narsaga aylanib qoldi. Bu hali bilan Shafiy mana qalba kelganini o'ylab turibdi. لا يتحول ويعود أمانة. Omonatga o'zgarib qolmaydi demak. واختلفوا في من أمر رجلا أن يقبض دين له على رجل آخر. Endi qaz boshqa birisi ekan, biraylarni ko'rib afalanda mening elishim bor, men minkoy berdi, shuni ilinglar debdi. Elab va ya'mal fihi ala jihati al-qirad. Ashunda mudaribə qilinglar. Bayatdan ise sizlar men qaytarmoqchi bo'lgan qazda mudaribə qilinglar deganda. Hozir falana xunda minkoy elishim bor, shuni elab, shuningda mudaribə qilinglar degan ekan. فلم يجز ذلك مالك وأصحابه. إمام مالك وأنه شاغلره bunu caiz emas deb qarabdi. لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة. Çünkü bu şu ticaret qilmoqchi bo'lgan shu kishiga yana qo'shimcha bir ig'irchilik soldi. Yani aslida bu pulni tutsa shu pulni elib bilan hozir bozorga yugurish kerak bu. Nima? Lekin uni qilishdan ilgari palanini qashtirib elib kel, ana shuni da taldab bir yo'lni hozir ortiq yuklagan bo'ldi dedik. Bayatimiz biznasini tuzdiq-ku. Mana setet nuqta deganda shuni o'xshash deganda. Va huwa ma kallafahu min qabdi. Demak, ashundan qarzni olgan degan ish shu ortiq ish shu. Wa hada ala aslihi anna man ishtarata manfa'atan zaidatan fil qirad annahu fasid. İmam Malik'nin şu yuqorqi masalalarni tutgan qoidasi qo'shimcha manfaat to'plab qo'ysa, qirat fasid bo'lib ketadi degan qoida bo'yicha deyildi shuni deydi. Wa ajaza zalika ash-Shafi'i wal Kufi. İmam Shafi'i bilan İmam Abu Hanifa, yana İmam Ahmad mubah. Shu imam jaiz deb qarabdi buni. Qalu an bular qanday tushunibdi buni? Li'annahu wakkalahu 'ala al-qabd. Çünkü bu pulni topshirib elishda vakil qildi buni. Mening o'rnimda pulni olib qo'yinglar. Sizlar qulog'ini chegandan keyin mudaribani boshlanglar demoqchi. Ya'ni buni aslida tushunishimiz bo'lgan imkoniyat bor zaten. Yani hozir bu mudarib boshlandi demaymiz.
pulni topshirib olgandan keyin ondan boshlandi. Lekin topshirib elish masalasida mening vakilim, mening o'rnimda topshirib olganlar deganlik bor. La annahu ja'ala al-qabda shartan fil musarafa. Fil musarafa mudarabami? Ja'ala al-qabda shartan fil musarafa. La annahu ma? لأنه جعل القبض شرطا في المضاربة تسكتو فهمت؟ يعني قلقا ağamdan kim? Andan mudaraba başında qulga topshirib erish mudarabaning bir sharti. Jaiz bo'lishini desak mumkin ekan. Musarafaga munosabsiz bu. Hozirda bu mudarabaga ishlatmash, qarordan ishlatgandan. Endi Abu Hanifa bilan Shafi'ning dalilini, ta'lilini o'tirib qo'yadi. Belki Abu Hanifa mudaraba degan so'zni ishlatganlikdan ishirtish tarqilsa tarqilsa qo'lga qo'ygan ekan yana vakkalahu alal qabd. Yani pulni topshirib erishda uni vakil qildi. Nima? Li'annahu ja'ala al-qabda shartan fil musafir. Abu Hanifa ya İmam Shafi'i qulga topshirib olsa undan mudaraba bo'ladi bu. Qulga topshirib olmagan mudaraba bo'lmaydi deb shart qilgan shun degan bo'lishi mumkin. Umu biraz qildi. Lekin la annahu ja'ala al-qabda shartan fil musarafa desak, yani pulni pulga almashtirishda, musarafa degan pulni pulga almashtirishda. Shu joyda yedambiyat deb shart qilingan-ku. Yedambiyat bo'lganlik jihatdan emas, yedambiyat bo'lganlikdan ham uni cheklaymiz deb bunda demaymiz. Lekin pulga topshirib olishda vakil bo'lganlikdan joiz bo'ldi deb buni ta'rif ko'rsatgan bo'lsin. Ishonishga ehtimollik bor. الذهب والفضة بالفضة يدن بيد دغه شو يدن بيد bo'lish shart. Yedin biyat bu mudaribı mı yedin biyat olmuşsun buldu. Peki pulni topshirib olishda vakil qildi desak shu yerda bu chataq yo'q deb qaragan bo'ladi. Vallohu alam. فهذا هو القول في محله. Qanda naslini birib mudaribı qilsa mudaribı joiz bo'ldi deganga munosabatlik masala yuqoriqilardan iborat. وأما صفته فهي الصفة التي قدمناها. Onun tarifi, onun sıfatı biz onu dastlabda bayon qilib o'tganimiz shu edi. Undan keyin sifatuhu va mahalluhu ne bayon qilib qo'ygan bo'ldik. Suyulish nima ish qildi. Al-bab al-thani fi masail ash-shurut. Endi shartlarga kelsak, va jumlatu ma la yajuz min ash-shurut 'inda al-jami' hiya ma adda 'indahum ila ghararin aw ila majhalatin za'idatin. Ulmanın nazardaki caiz olmayan şartlarını toplasak, u nimada iborat desa, noma'lumlik ilib boradigan yoki texmi ortiq noma'lum qiladigan narsa shu deydi. Wala khilafa baynal ulama'i annahu idha ishtarata ahaduhuma li nafsihi min ar-ribh shay'an za'idan ghayra man 'aqada 'alayhi al-qirad anna dhalika la yajuz. Bu yerda ittifoq o'rnidan birisi vakin. Bu bo'lsa-mu, man aqada alayhi qirot degan shu mudaribada putishgan foyda, Mesela 20 sizga 20 manga degandek. Uningdan sirt 20 manga 20 sizga, uningdan sirt yana men ming qo'y olaman deb o'ziga qo'shimcha bir muayyan foydani shart qilsa joiz emas. لأنه يصير ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولا. Chunki 20-50% manga olsun degan ish qo'shimcha manchi pul deganni qetib qolsak, ikkisini birlashtirsak, bu noma'lum narsaga aylanib ketadi. Asli ma'lum narsa bu. 50% degan narsa ma'lumdi. Lekin 50% ga mumkin qo'shimchada qetib qo'ysak, ular noma'lum bo'lib ketadi deydi. Ya'ni bu bir tarafdan ma'lum deganim bo'ldi. Bir tarafdan ma'lum degani bo'ldi. Ya'ni bir tarafdan bu majhulroq bo'lib ketadi. Tamam, dastlabda shu 50% degan narsami ma'lum narsa deb qaraymiz shuni. 50% ma'lum. Uningdan sirt yani qo'shimcha mumkin desak, u yana bir tarafdan ma'lum degani bo'ldi. Mumkin degani aniq-ku. Lekin u mumkinni qo'shtirib oldida qo'shtirib berishga bo'lishi mumkin. Yana bir xil ma'lum bo'ldi. Ya'ni xuddi 50% qo'shimiz mumkin sana degan bo'ldi. Anikidan 50% olimiz mumkin sana degandek bo'ldi. Shuncha bo'lganda ya maktabda hozir majbur dedim adilinde. Lekin yani bir tarafdan etsek bu ma'lum degilim buldu. Yani ma'vu mushunning dalili, mushunning tahlili ma'vu. Majbur deyishi masalan foyda mumkin ham chiqib qolishi mumkin. Foyda chiqib qolsa ma'lum narsa bo'ldi. Foyda shunda azam bo'lib qolsa chetashib degan. Ma'lum lekin majbur bo'ldi ham debdi. Unda tafsilot demay, وهذا هو الأصل عند مالك في أن لا يكون مع القراض بيع ولا كراء. Yani İmam Malik'in aslı teziki tutkan kaidesi neydi?
qo'shimcha endi bir narsa chaqish kelmas kerak degan. Qo'shimcha manfaat, qo'shimcha savdo, qo'shimcha ijara, qo'shimcha savdo kelmas kerak degan bir qoidasiga asosan degan gap bo'ladi. Mana qo'shimcha savdo, wala kira ijara, wala salaf, qo'shimcha qarz, wala amal. Qo'shimcha bir ishmi bilkamiz. Wala murfaqun yashtarituhu ahaduma li sahibihi ma'a nafsihi. Qo'shimcha bir narsa nima bo'lsin? Manda aql ma'nasi mening olsun. Ya'ni tijorat ishlaydigan bir narsa bo'lib qolsa, yo motor yoki arba. Keyin nima qilgan chaqda foydadan olsa va arban man qolsin degandek. Shunda bir qo'shimcha, shu pulmi shu emas. Ming qo'y deganmi murfaq desak bo'ladi. Bundan boshqa narsa bo'lsa murfaqim. فهذه جملة متفقوا عليه. Demek İmam Malik aslında deb turibdi. İmam Malik ash qoidasiga asosan debdi. Boshqa olimlarmi qo'shimcha qilganki majhuldi deb turibdi. Lekin hozir ma jumhur bilan İmam Malikning nimaga asoslanib joiz emas deganini ayiradi. İmam Malik zada qo'shimcha bunda ijara, manfaat, qarz ya qo'shimcha ish, qo'shimcha narsani biray degandek narsa bo'lsa bo'lmaydi deb shu qoida bo'yicha mangdi. Hamda jumhur deydi, yo'q bu chaqda bu ikki tarafdan nisbati taxmin noma'lum bo'lib ketadi. Aslida bir xil noma'lumda. Biz mayli degan ruxsat qilib, lekin ma'noda taxmin qo'shimcha noma'lumlik eshib ketadi deb joiz emas dedi. فهذه جملة متفقوا عليه وإن كانوا قد اختلفوا في التفصيل. Demek umuman qilib yuqoriga isbot keldi, lekin tafsilotda ixtilof bor. مثلا فمن ذلك اختلافهم إذا شرط العامل الربح كله له. Mudarabada tijorat qilgan odam, pulni aylantirgan odam foydaning hammasi menga bo'lsin deb shart qilsa. Unda ubdadim kim bu? Shu anda mudaraba lafzini ishlatib bo'la, ha? Sizlar shu 10 ming ko'yni men aylantiray. Foydaning hammasi asam. Berib tursa shunda berib tursa demay mudaraba so'zni ishlatib turib menda degan gap. Faqala Malikning yejuz, Imom Malik joiz debdi. Bo'ladi debdi. Va qala Shafi'i la yejuz. Imom Shafi'i joiz bo'lmaydi-da. Va qala Abu Hanifa va qardun la qira'at buna. U mudaraba so'zni ishlatgan bilan bu qarzdan iborat. Chunki muomalat deganda al-ibratu lil maani la bil alfaz wal mabani. Lekin biz shu amaliy haqiqatga qaraymiz. Amaliy haqiqat nima? Qazir tug'alliq debdi. Endi Imom Malikning yana mazhabida qo'shimcha bunda bir qoidasi bor. Ko'pincha masalalarda chiqadi. Bu mana xayri ihson, yaxshilik qiladigan ishlarga darvozaning keng eshilmaydi. Mayl deymiz. Bu yaxshilik qilganligi nima uchun to'smaydi deydigan bir narsa. Bu shuni xayri ihson tarafidan joiz deydi. Yordam kam bu kishiga. Mayli bir o'tay debdi. Bergen pulni yuturması vaqtda o chiqqanda yetatmayotganda. Demak, shu pulning egisi mudarib bo'lgan ekan, ishonsa shanimga, men bir degan narsa. Ishonmasi bormaydi. Shu biz bu mudaribining dastifida bu ishonch ustiga qurilgan kelishim degan ta'kidlab qo'yishimiz shu. Keyin taxminan o'ttirda chiqilgan talashlarsiz jidal majra o'ynaymiz taxminan. Manda ixtilof chiqqan, manda qanday qilamiz degan. Unda men shu ishonganda bir degan narsa bo'ladi, shuni tushunib rasmay qilamiz. فمالك رأى أنه إحسان من رب المال وتطوع. Mana İmam Malik bu pul egistin xayr saxavat qilishga iborat. Yordam qilganlik bu. إذ كان يجوز له أن يأخذ منه الجزء القليل من المال الكثير. Mesela 1% olsun debmi? Nima qilish qilalaydi? Undan biri bo'lsin desmi qilalaydi. Lekin mayli bir o'tganlik bu. Kang qo'saqlik qilishga iborat. Ve Şafii ra'a annahu gharar. İmam Şafii bunu namalumluk var debdi. Li'annahu mana nima uchun namalumluk var? Çünkü inkana khusranun fa'ala rabbil mal. Çünkü ziyon bo'lib qolsa, bu pul egisiga bo'ladi. Mudarib deganda shu qoida shu. Ve bihada yufariqul qard. Davomkin bu qarzdan farqli. İmam Abu Hanifa qarzdigi, qarzdan farqli narsa bu. Ve in kana ribhun falaysa li rabbil mal fi shay. Foyda bo'lib qolsa, pul egasiga hech nima yo'q. Bu undavonkin nima? Bir xil tavakkulchilik bor buni. Qorong'ulikda desagan gap. Bu ziyon bilandu, foyda hech nima yo'qmaydi. Endi bu tavakkulchilik qilgan taqdirda aslida bu foydasi erishish kerakdi. Foydasi erishmaydi. Ve minha idza sharata rabbul mal ad-damana 'ala al-'amil. Endi pul egasi mushunda mudarib qilinglar. Faydani bunda ulashayli. Ziyon to'laysa deb qolsa. Faqala Malikun la yajuzul qirad va huwa fasid. Bu joiz emas. Bu fasid bo'lib ketadi dedi. Chunki bu yerda damon degan narsa yo'q. Ziyon pul egasiga bo'lish kerak dedi. Shunami? Endi u damon bo'lib qolsa, xuddi
qard madmun bo'lib qolganda kishi bo'ldi. Endi uning ustiga foyda qo'ndirgan ekan, ribo olgan ekan. وبه قال الشافعي إمام شافعي لا يجوز وهو قراض فاسد دبته إمام مالك أخشش وقال أبو حنيفة وأصحابه القراض جائز والشرط باطل ما شاء الله إمامنا yanıla imamlık var da İmam Ebu Hanife ve şagirdleri bir yerde kırazın caiz demiz. Diken baş şart aslı batıl şart olan iken batıl şartını biz etraf kılmayız. Onu öyle giden. Ondan iken batıl şartını şundan hem süpürüp tazversek kıraz doğru kap kaldı. Bu tasih kılış imkanı boğun. Diken tasih kılmaz. İmam Ahmed mi İmam Ebu Hanife'den billah. Bu İmam Ebu Hanife'den İmam Ahmed'den delil küçük mı? وعمدة مالك أن اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض ففسد. Tüleysiz de şart kılış diyen bu mudarabıda tekimo namalımlıkını ihırlaştırıvetkenlikte ibarette şunu buzuk etti değmez yaptı. Ve ama Ebu Hanife'te demek mi İmam Malik'in nasıl ne ibaret acar? Akli delilden ibaret. وأما أبو حنيفة شبهه بالشرط الفاسد في البيع على رأيه أن البيع جائز والشرط باطل اعتمادا على حديث بريرة المتقدم. بريرة حديثه تيندبا متفق عليه. Şunun asasen şart batıl, lekin soda hesap diyen şu karışığı asasen bundan bulmamda hadis tayangan bilan bey'da qiyas qilgandek bir ahvollar. Lekin hadisning lafzida kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil walau kana 100 shart. Demak, ma ibara hazil am. Al-ibra bi umum lafz la bi khusus sabab. Bariraning vaqaligida kelgan bo'lsa-mu, kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil walau kana 100 shart degan ekan bekor qilib o'tamiz. Degan ma'lum da hadisdan dalil qilganga dil tushadi. Baytin so'daga degan gap qiyas desak, lekin ma'lum hadisning oxirgi mush ibara nas anlamış o. Umumlik lafzi bor. Barire'nin vakalı kandatta etsek, Barire bu kululap, onun hocayınları mukatebe kılıp, manç yılda, 7-8 yılda manç gibi olap, manç fil ekip parsanız, Azatullah, Datnukansa'da, Hazreti Ayşe'nin kaşkar, şu kararlılık pullarını tüleşte yardım kıygan bolsanız, dep kaygan. Hazreti Ayşe onda olsa, hocayınlarımızdan, mesela set olayım, set olup azat kılutay, gençlerde onun hocayınları, makulu satılı, lekin azat qilganlik azatgardilik huquqi bizda olsun degan ekan Hazrati Ayşe Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'g'an chog'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo unda gap yo'q. Innamal wala'u liman a'taq. Kim azat qilsa, muvala azatgardilik munosibati huquqi azat qilgan odam bo'ldi. Setilib azat qilaveram, uning degini bakar degan va setilib azat qilayotgan. Ondan Rasululloh minbarga chiqib so'zlab, "Ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysa fi kitabillah, kulli shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa law kana min ash-shartin bekor qilib." Nonki mushu so'zida kelgan shart bekor ketdi, asqaid bo'lishi mumkin edi. Nonki ma'mudarabdimi? Batil shartni nasibimiz fag'ini odatga hisob bo'ldi debdi. Mush qarash kuchliqindi. واختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف. Muqarrid degan o'sha amil, tijoratchi. Pul egisi tijorat qilgan kishiga pulni bergan vaqtida muayyan bir sohada, muayyan bir tovarda tijorat qilish, muayyan bir jutda, muayyan bir ishni qilishni shart qilib qolsa, qanday bo'ladi degan masalada ixtilof chiqib qoldi. Endi xususat tasarruf degan mislan yashtarata alayhi ta'yin jinsin ma min as-sila'. Mesela muayyan tovardilam shuni bekitib, mushunda gul qaqtilamsan tijorat qilsa, ya gilamda tijorat qilsa, ya paxtadan tijorat qilsa, onun boshqa qilmaysa, degandek bunda shart qilib qolsa. Aw ta'yin jinsin ma min al-bay'. Yoki muayyan sodunlam, ma sodunlam qilsa, أو تعيين موضع مال التجارة ياكي تجارة قلان بر أورن لام بكتب مش بجاد لام قلسا سودنا من بشرة تجارة ميسر ياكي بر جدنا نقلت مش خشكار لام تجارة قلسا أورنجيا ياكي قطنقر تجارة ميسر أو تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم ياكي ma'lum bir xil kishilarni shullar bilan muomala qilsa, boshqalar bilan muomala qilmaysa, Uyg'urlar bilan muomala qilsa, ingliz bilan, ya'ni biz bilan muomala qilmaysa, masalan. فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع. Endi muayyan tovarlarni turini bekitiblam. Mesela ma turdiki narsa bo'lsa, shunda tijorat qilib bekitgan ahvolda Imom Malik bilan Shafiy debdi. La yajuzu zalika illa an yakuna zalika al-jinsu min as-sil'i la yaxtalifu waqtan ma min awqat sana. Unda narsa deb qarasa, shu yil bo'yi unda hech qanday o'zgarmay tijorat bo'lib turgan narsa bo'ldi.
Yıl bu o'zgarmaydigan tijorat olanasi masalan tümüy tasdiqda masalan o'zgarmaydi deb qolsa simnot bir simnot yazdanda qurilish chiqgasi o'zgarib ketishi mumkin. Masalan paxta bu ma'lum bir vaqtda bulab ma'lum tijorat bo'lmaydi tijorat. Masalan qo'g'inning tijorati shu qo'g'in vaqtida bo'ldi, undan keyin bo'lmaydi. Lekin yil bo'yi bo'lib kelayotgan tijorat anasi bormi? Endi yil bo'yi uzilib qolmay tijorat bo'lgan narsa o'z mayli debdi. Yani Malik bilan Shafi'i. وقال أبو حنيفة إمام أحمد ما بالله البته إمام أبو حنيفة مش مضارب أكمل كبن ست بالله يلزمه مشترط عليه. Bunu ne şart kılan bolsan şu bu iş kılış gerek. Hesap şart tuttu. İslam paxtırlan ticaret kılsızsa paxtırlan. Bazen de ülkegen narsanı ticaret kıldalı bolsun mümkün. Lekin muşundan da biz bulandı bommamda bazı hükmünü bilip koymakçı. Ve in tasarrafa fi gayri meştarat aleyhi damina. Şart qilgandan boshqa narsa tijorat qilsa, ziyansiz to'laydi demak. Men demaganmi, mushondan tijorat qilamiz, anda chataq narsa demaymiz deb qo'yganman. Zamasdan vaqt obdan bir olmushab qopti 5 tonna. Qaychi deb optini keyin siz bilan o'tgan ekan. Men ichi olmaylar, tijoratdan qilmaylar demaganmi? Yoki mal ulag'mas. Qo'y, kalbi narsa, qo'y o'lab qolishdi. Keyin 5 tonna piyozni biz qo'shgan siz ketishi mumkin. Bu payda taqibdan chiqadigan bo'ldi, bag'am bilan chatqo'an ba'zi narsalar bor. Yoki masalan ba'zida cheklangan atkazmalda hukumat musodaqa qiladigan ishlar bor. Bu paydadan keyin shunday bir mol ishlab qoldi deb bag'am bilan musodaqa qilib ketsa, men demaganman unda chataq narsalar desmaydi deb bu chaqda qaplaydi. Unda ahvoldan to'laydi. İmam Abu Hanife bilan İmam Ahmad ishkilini qarash. Lekin mushu qarash hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bo'lgan Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhuning asriga tayangan. Yani bu hozir Imom Abu Hanife dallashi nas bilanmangdi. Imom Ahmad mana billah. Bunda sen dengizga chiqib tijorat qilmaysan, jalliq narsa ilib sotmaysa, menda ikki tag'ning o'tirdiği tuzlanlikni qonatda tijorat qilmaysa deb turli shartni qilib, shunda mudaribiga birdigan Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu. Hayvan nefsatsa yani öyle kaldıran kesiltiki de aşılı var. Deniz spası koyup da aşılı var. Onun için ben de kılmaysa. Mesela bazı halkara ticaret kıldılar. Mesela Sudan'a ya da Suriye'ye malaplısa skandal oldu. Yok abi geçiş mümkün. Suriye'ye yapamaysa. Hatırcan yerde kılırsa da başında onun bikisi buldu demek. Demek sahabınınki şu kıygan iş izleriyle tayanılamağında. Onun için bikitken nemeden alıp gidip kalsa ziyansiz tüleydi. فمالك والشافعي رأيا أن هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض. Bu işkelende to'yaq bu tijorat qilgan odamning qo'lini bog'lab qo'ygani tayya toza obdan pay chiqadigan mol shunda usursimi yo'q uni ammon degan tilda qilib turgan gap. Qo'li bog'laqliq buni. Qanday tijorat qildi, qanday foydali oladi unda odam demakchi. Faya'dumu al-ghararu bidalik. Undan keyin bu noma'lumlik taxmin ig'rilishib ketadi. Ayda pay chiqamdo, chiqmamdo hech narsa qolmaydi. وأبو حنيفة استخف الغرر الموجود في ذلك. إمام أبو حنيفة بنونك نامعلوملقنا ينقل دبقرده كما لو اشترط عليه ألا يشتري جنسا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك بإجماع. مثلا ما ناس أمي سندب قاسا bunun ra'y qilish kerak ekan ijmo. Mana olmaysan degan bo'lsa. Lekin ma bizning hozir bas qilganimiz mushu narsa bilan tijorat qilsa degan masala. Demak, hozir buni aninga manası ammaysa degan masaladagi ijmoga qiyos qildi. Va la yajuzul qiradul muajjalu indal jumhur. Al qiradul muajjal degan muddati belgilangan, ma'lum muddatdan keyin to'shilgan, ya'ni oyig'i bo'g'ildigan mudaraba. Masalan, 1 yillik mudaraba bor. 1 yildan keyin oyig'ini bo'g'imiz. Bo'lmasa, yo'q bu tijoratning oyig'i bo'g'olmadi deb, ya'ni hisob kitob qilib lozim tursa, yo'q buning oyig'i bo'g'olmadi deb so'rasa 10 yil, 15 yil, 20 yil pulni shunda betoldan gap. Pulni qaytarish kerakmi? Lekin vaqt to'xtatib qo'ylar. 1 yildan keyin u ham bu ham bo'ldi. Foyda ziyon bo'lsa ham qachida fuqlar. 1 yildan keyin yana yangiroq qilsa qilamiz degandek bunda tariqa qilsa qanday bo'ldi demoqchi. وأجازه أبو حنيفة إمام أحمد مو بالله يعني برواية بالله إمام أحمد إمام أبو حنيفة وقت بلغت ترب مدة لك مداربة بس بلدو القرآن إلا أن يتفاسخا وأجازه أبو حنيفة إلا أن يتفاسخا مدة بلغت نقص بلدو لكن مدة الجرة برجلك ليش تقوله
bir yillik degandan keyin bir yilga bormay turiblar u buni chuvitib qazmaylar lekin mana ketib bir yil to'shgan chog'da undan bir taraf lozim bo'lsa bir yil deyishgan to'xtirlar esakdan bo'g'ab qaysidan aeroplan hammaylar o'z yo'liga mansun desa bo'ldi demoqchi faman lam yujizhu illa yatafasal deganki qasd qilib buzib bo'lmaydi degan ay muddat toshmasdan burun buzilsa ular bo'ldi uni bo'lishda ijmo va jazo Abu Hanifa illa yatafasal bir yillik deb joiz lekin bir yildan ilgari xosi ikki taraf buzutadi uni hozir endi bir yillik nima qilsa bo'ldi degandan bir yil ichida buzolmaydi deb tushunib qolmang bir yil ichida ikki taraf xosi buzutadi lekin oxirgi cheki bir yillik deb to'xtasa bo'ldi demoqchi va ajaza Abu Hanifa al-qirada al-muajjala illa an yatafasaha fi muddat al-ajal degan illa an yatafasaha degani shu fasq qilinib ketsa u qiradan muajjal degan gap bo'lmaydi degan Hasqilasa ajalga bormaylarmi juzukidan mudarib muajjal degan nima deb iborat shu vaqtda ilgari buzg'ilmaydigan bir yildan keyin buzg'ildi degandan sharha illa an yatafasaha bu demakchi o'g'ni ikki taraf ittifoqlashib to'xtamni buzatsa jaiz degan gap ya'ni bir yil qadar ikkilan to'xtamni buzatishga ittifoqlashib qolsa buzatayli buni deb qolsa jaiz lekin yolg'iz biraylan bir tarafdan to'xtamni buzataysa bir yil qadar buzolmaydi demoqchi faman lam yujizhu ra'a anna fi zalika tadyiqan 'ala al-'amili yadkhulu 'alayhi mazidu ghararan jaiz emas deganlar jumhur desak masalan bunda bu tijoratchini ma'lum bir vaqtga bog'lab qo'yishdan iborat ularga bunda noma'lumlik kelib chiqdi foyda olamamdu tijorat qandavdi noma'lumlik ig'irlashib ketadi demak liannahu rubbama barat indahu sila'un fayattaru 'inda bulug'il ajal ila bay'iha chunki uning qo'lida ba'zi tovarlar kasallashib qolishi mumkin masalan hozir bozor tushib ketdi yozda bozor tushib ketadi keyin qishda o'rlaydigan chog'da o'rlaydiku mal kasallashib qolib uni hozir hech kim olmaydigan holat bo'lib qolishi mumkin fayattaru 'inda bulug'il ajali ila bay'iha bir yil to'shdi deb shunda bir yil to'shab qolganikilar inishiga sotmay chari yo'q dedi falhaquhu fi zalika darar lekin uni ziyon uchrab ketadi bir oydan keyin satsak foydasi sotilibdi buni deb chunki uning ziyon bo'lsa uning ziyon bo'lgan ekan ketadi ومن أجاز الأجل مدة بكسة جائز قرار الله شبه القرادة بالإجارة إجارة قياس قطة إجارة قياس قيغاندا أي مدة الجرم بزمّا يساعد ينجح قط شنما فمن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال عندما يقرق مسألة مشو عادرقة مدارب ولا شغل لندغان مؤسسة banka masarif muşun hemmisi Ebu Hanife diyen muşu qarash bo'yicha ma'lum qildi bir yillik ومن هذا الباب اختلاف في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح يعني وش اختلاف bo'lgan masalamizda shartlarga munosabat ixtilofiy masala pul egasi o'ziga tava bo'lgan foydadimi o'ziga uniki tegib chiqqan tijorat qilganimga uniki tegib chiqqan o'ziga tava foydalanmi zakatini siz bir o'tinglarni man tava foydalan zakatini siz bir o'tsizlar deb bunda shart qilsa faqal malik fil muwatta la yajuz bu jaiz emas debdi ورواه عنه أشهب جائز مسجد مشخرشنا يعني أشهب رواية صغان وقال ابن القاسم ذلك جائز ورواه عن مالك يعني إمام مالك تاش مدونة ده رواية قلت ابن القاسم وبقول مالك قال الشافعي İmam Malik'in karşı boyunca Şafii dedi. Hazır İmam Malik'in kayıt karşı boyunca Şafii dedi. Şu mellem yüzüz diyen şu iki karaş bazı İmam Malik'in mazibide. Caiz değil mi yapıyor? İbn-i Kasım'dan karşıdılar mı? Ekegini karganda şu caiz diyen karaş buluşu mümkün. Lakin bu menençe şu caiz emas diyen karaş. Kâle Malik'in fılmatta diyendiken İmam Malik'in şu sözü yani la yüzüz diyen şu sözü okşaşlan İmam Şafii ve İmam Ahmed'le şunda da pardaya dedi. Ve hüccetu men lem yücizhu yani İmam Malik, Şafii, Ahmed'lerin delili ennehu ta'udu hissatul amili ve rabbul mali mechuleten. Senin kedime ta'udu mu ya? Dalile mu, datile mu? Dalile. Ta'udu değil, dalile dedi. Bulan delili nimişin caiz emas ise bunda ahvalda
amilning, ya'ni tijorat qilgan kishining nisbati bilan pul egasining nisbasimi noma'lum bo'lib qoldi deb. Bu yuqori qilmasligiga o'xshab qoldi. Bir tarafdan noma'lum bor, ya'ni bir tarafdan noma'lum emas. لأنه لا يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه. Çünkü o bilmeydi dedi. Zekat vacip bo'lgan chaqda qanchalik pul olib, qanchalik foiz chiqarganligini uqmaydi. Va tashbihan bi ishtirat zakat asl al-mal alayhi. Yana bir narsa kasb u bo'lsa-mu, shu men sağın sarmoyaningki zakatini o'zing berasizlar. Hozir qarzasa qarzning zakatini siz berib qo'ysizlar deb qarzag'adimga zakat yuklab qo'ygan shu-ku. Qasmashni qildi ekan. Shunga o'xshash mudarib berib, 1 millionda mudarib qilinglar, tijorat qilinglar, foizini tam o'lishaydi. Lekin 1 million 1 yil olgan zakatni siz berasizlar. Ya bu yendim birdan gap buni. O'zining yendin, ha? O'zining foydasidan bir albatta. Foyda chiqsa o'zining yendin berish kerak. Bo'lmay shu bo'lmaydi degandikan, hozir ma masaldimi? Foydaning zakatini berishmi shunga o'xshash bo'lmaydi deb qiyos qildi. Fa innahu la yajuzu bittifaq mana. Hamma olimlar buni ittifoq. Mesela mudarib qilishni odat bilan zakatni bilan to'lab qo'yadi. Bo'lmaydi shu. Qazirib qarz bergandan keyin maki qarzadim 1 milliondan. Har yili zakatni berib qo'ysalar, yenildan desa bo'lmaydi. Pul egasi birdan gap bu. Fa innahu la yajuzu bittifaq mana. Ba'zi olimlar nazarda o sarmoyaning zakatini siz to'lab qo'ying desa joiz emas. Undan keyin foydaning zakatini siz berib qo'ying desa joiz bo'lmaydi. Va hujjatu ibn al-Qasim أنه يرجع إلى جزء معلوم النسبة. ابن القاسم debdi bu zakatni berib qo'ying degan gap nagir taqildosa % ma'lum bo'lgan bir parcha qaytadi. Va illa yakun ma'lum al-qadr. Qanchalik degan miqdor ma'lum bo'lmasa, % ma'lum bundan. Yani zakatı ma'lum nisba min al-mal muzakka. Chunki zakat degan zakat ayrilgan malga nisbatan 2% bo'ldi. فكأنه اشترط عليه في الربح الثلث إلا ربع العشر. خد onunğa mesela 3'ten 1 payı sana olsun dedi. Zakatın sen bir serginin ibaret 3'ten 1'i illa rubul aşr. 3'ten 1'den 2%'ını elbetkine onu kapqağını sana olsun degandek gerçek. Ha bayattan bir mesele şunda duqo minkoy desek mesela 50% sana olsun alımız minkoy kapqağını sana olsun degandek. Lekin mana 2%'ında. Avun nisfa illa rubul aşr. Yani 50% onun elbetimiz 2% degandik. Yani 47% degandik ha. Avur ruba illa rubul aşr. Yani 20% onu 2% elbetsek 25%'dı 2%'dı 22% payda degandik. Ve derke caiz. Bu iniq mana iniq olan için caiz oldu. Ve leysa misli iştirat zekat ra'sul mal. Bu sizlar degandik sarmoyaning zakatini berib qo'yangdek shartlashganga o'xshamaydi bu debdi. Yana derke ma'lumul qadri g'ayra ma'lumul nisba. Chunki uning miqdori aniq, ra'sul malning miqdori aniq, shunami? Persenti aniq emas edi. Qana persenti aniq emas buni? Ma'lumul qadr degan bo'lsa 100 ming ko'y. G'ayra ma'lumul nisba, uning nisbati ma'lum mesela. 2%. Yani 100 ming ko'y bo'lsa, 100 ming ko'yning miqdori aniq hozir. Lekin zakatimi 2% shu. Nima qildi? Lena zalika يعني اشتراط زكاة رأس المال معلوم القدر ده فكان ممكن أن يحيط بالربح الزكاة هذا شو فايدنا شنو ده ممكن ممكن ده رأس المال زكاتını bir koyan diyen meselede معلوم القدر diyen 100 bin koylik enak. Lekin bu nispet hazır şu 100 bin koydan qanchalik qurab ketish meselesi enak emas. Çünkü bunun payda konuduğu payda konulan iken فكان ممكن أن يحيط بالربح 2% pay chiqqan bo'lsa 100 ming ko'yga. Bu chaqda u zakat shu paydan yetib ketishi mumkin. Shuni pak-pakiz. Qayaqqa amalul muqarid batida. Shunlar tijorat ta'tikkadan butun ishi bakar ketgan bo'ldi. Zakatning miqdori ma'lum. Yo'q, miqdori ma'lum bo'lmaydi. Chunki personi ma'lum buni. Bu 100 ming ko'yga berdigan zakatning gapi ma'lum. 100 ming ko'yning zakat nisbati aniq, miqdori aniq bo'ldi. 2 ming ko'y 2%. Ra'sul malning zakatini sen birsa deb qolgan ahvolda, yana naqisalay ma'lum. Ha, demak, hozir shu oyog'ini gapmi? Naqisalayning davomi shu. Ya'ni ta'lili, ha? Bunga o'xshamaydi, chunki avval degan manda demakchi. Yana ishtirat zakat ra'sul malda bu munda ma'lum qadar ma'lum nisbi bo'lg'achqa, foyda chiqib qolsa, shu
rasmonning zakati yeb ketib bu foydani hech qanday foydasi quruq qo'l qaytib qolishi mumkin demoqchi. Lianna zalika ma'lumun qadri g'ayri ma'lumun nisba. Biz mana aytsak bo'ldi, 100 ming ko'yning qadri aniq, lekin chiqadigan foyda aniq emas. Shuna bo'lgandan keyin bu foydani zakat yeb ketishi mumkin deydi. Foydani zakat yeb ketishi mumkin. Unda zakat yeb ketsa bu amil bekor ishlangan quruq qo'l qaytgan bo'lib qoldi. Va hal yajuzu an yashtarita zalika al-muqaridu ala rabbil mal. Hamda ash foydaning zakatini sen bersa, foydaning zakatini o'zlari berlar deb amil pul egasiga shart qo'ydi. Batın masalan tam aytadi. Xudamda mening foydamningmi? Ishkalaga o'rtaq chiqqan foydaning hammasini zakatini pul egasidan beradigan. U amil o'ziga tava foydaningmi zakatini bermaydigan. Unda ahvol bo'lib qolsa, fil madhabi fihi qawlan, yani Maliki mazhabda. Qila bil farq baynal amil va rabbil mal. Bu al farq baynal amil va rabbil mal degan nazar yuqorida Imom Malik la yejuz degan, tamam? Bu amilning ustiga yuklab qo'ygancha joiz emas degan. Agar farq bor deb qolsa, rabbil malning ustiga yuklab qo'ysa joiz degan chiqadi. Va qila yejuza yashtaritahu al-amil ala rabbil mal. Mana birinchi qarash, qila degan birinchi qarash ya ikkisi farqli deb. Uni farqli bo'lsa, bizmanda deyish mumkin. Ikkinchi qarashda yo'q joiz debdi. Amil rabbil malga ya adama mundakina qila bil farq baynal amil va rabbil mal. Ikkisi farqli. Biz yuqorida rabbil mal amilga yuklash bo'ldi degan, tamam? Endi amil rabbil malga yuklash bo'lmaydi degan gap chiqdi deydi mana. İkinci qarash va qila yajuzu an yashtaritahu al-amil ala rabbil mal va la yajuzu an yashtaritahu rabbil mal ala al-amil. Bayatınqının taması ekan. Amil rabbil malga sen bagında shart esa buludu. Ajmava bayatınqı jaiz emas degan Imom Malikning so'zi bor, shu ekan. Mana va la yajuzu an yashtaritahu rabbil mal ala al-amil. Mushuna yuqorida Imom Malik filmotan la yajuz degan. Bayatınqı qila bil farq degani Ibn Qasimning kelgan rivoyat shu ekan. وقيل عكس هذا أجقرق ابن القاسم القرشي واختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلاما بعينه على أن يكون للغلام نصيب من المال. يعني عالمlar bunda bir meselede ixtilof chiqibdi. Tijorat qildigan o'sha amil pul egasiga muayyan bir malay yoki pulni shart qildi. Yani sizning qullaringdan bizni mana bergan, lekin qulg'imi mana shu pul nasib bo'lsin. Sizning pulingdan mudarib qilay. Anda falan qulni, sizning qulingni uning mana bergan, men bilan birga ish qilsin. Foydaning o'zi 2%. Birla deb. Ani uning birla deganga ben san al deganga bosdi. Chunki u qulning puli olmaydi, shu pulga oldi. Masalan biz bir aydan 42%, bir aydan 51% alla 2% malayga bo'lsin demoqchi. فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة. مش عالمنا جمهور عالم جائز. إمام أحمد بن جائز يعني ثلاث إمام جائز بقرده. وقال أشهب من أصحاب مالك لا يجوز ذلك. إمام مالك شاهد أشهب جائز ما أثبته. فمن أجازه ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلين. Bunu caiz deb qaraganlar bir kishi ikki kishidan mudaraba qilgan bilan o'xshash deb qarabdi. Yani bir kishi ikki kishiga pul berib, 20 ming ko'yn, 10 ming ko'yn biraylarga, 10 ming ko'yn biraylarga berib, unda mudaraba qilgan bilan o'xshash deb qarabdi. Wa man lam yujiz zalika jaiz emas deganlar ra'a anna ziyadatun izdadaha al-amil ala rabbil mal. Bu pul egasi, kuch egasiga qarata qo'shimchalik ketib olgan ortiq narsa bu deb qarab, shuni jaiz emas. فأما إن اشترط العامل غلامه أمدا يقرقنا أكسولا من تجارة قلما لكن ما من قلما ماليما من بلان تنقل دواب إشكيلان قلماز دبتر وقتا ما يلغز قلما ما إشكيلان بمسق وإشكايدا أطمئنها دبتر يعني بو أسلق هذين شقراق أمقشي أسل أزين وقلطان يعني شو إشتخ ماليما ما يساعد بلاوكتا لكن هذا أدن إشكيلان أطمقشي أدشين شقراق أمقشي. Yani bunun da aslı cumhur caizde karaydı. فَاَمَّا نِشْتَرَاتَ الْعَامِلُ غُلَامَهُ فَاَجَازَهُ الْجُمْهُر. Sen onu buldu. Hem de فَقَالَ الثَّوْرِي لَا يَجُوز. Ve cumhurun mukabilede yukarı meselede eşref mayan çıkıvagan. Hem de hazır cumhurun mukabilede Thawri çıkıvaktı. لَا يَجُوز وَلِلْغُلَامِ فِي مَعْمِلَ اُجْرَةُ الْمِثْلِ. Hem de o malay işlep kalsa, işlegen bir layık. Kutlu mesela
mudarib va amil var. Mudarib bu pulni nimaga bergan ekan? Bu amil endi ba'zi narsani yo'tkashda, duka ishda adam yollab ishlatadi-ku. Shuning uchun pul hijobdir. Hamma narsani ishlatib qiladi. Duka ijarasi, to'k puli, shu puli, yo'tkigan pul, duka oshqizning maoshi deb ana bir tuğu. Hem o'zining xizmatchisini ishlatib qolsa, albatta u shu o'zlariga shart berish kerak. Shartini ayrib o'zgarib qiladi. Demek teori depto ya caiz emas. Unda nisbat ayırıp tanımlı kılgan şekilde olmaydı. Bu yallanın işi deklam. Mesela bir killik 50 koy, bir killik 50 koy badem hesabılam ayrıtıldı. Adam yallanıp işlerken bile okşaş. وذلك أن حظ العامل يكون عنده مجهولا. La yecüzde söyleyeyim, yemin la yecüzde özün gulam iş yapmış olmaydı. Ya da gulam için muayyen persen belgesi olmaydı. Mesela ben 50% mahsettim. Ben tiyaraklı 50% mahsettim. Peki ben dedim bunun maliyim ben benden tanış ettim bunu 2%'ını kupurla. Size karışsa 2% buradan bulla. Ben 50%, 2%, 52% aldım. Ben de hesap olmaydı dedim. Peki o şişpese kana oldu. Şişpekinde şu adet hacıdan çıkımdım. İş hakkını biri verken bulumuz değil. gulam diyen gelirsin, balısı olsun. Ya bu kulunu görsün. وذلك أن حظ العامل يكون عنده مجهولا. Yani bu teori bu amilninki bu çağda mechul olup kaldı demek ki. Yani ücretli nasıl bolsa mechul olmaz. Lekin persen belgilep koysa mechul böyle fiildir. Eskide yukarı masada zıplamasa manş persen degandan keyin bunun muayyen bir narsani qilsa, u nas muayyen bo'lsa mu bir narsani qitilgan ekan bu mechul bo'lib ketadi. Taqimo namalımlıqqa egrilishib ketadi demek. Teori şu, namalımlıkta egirleşip ketidi demek ekan. Yuqorida maligisini qo'lini ishlatib yoqdi, maligisini cho'ntagiga chiqdi pul. Çünkü ulamga pulni bergan pul shu maligisini chiqsa pulning pul olmaydi. Ma'no qo'lini bo'lgandan keyin ana cho'ntagiga chiqib ketgandan keyin majbur emas, hamma shuni. Shu jumhur majbur emas deb joizda. Va teori ya majburlikka egirleşip ketdi deb joiz emas. Hali shu masalada jumhur joiz dedi. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.